hayoti tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 1-qismining davomini anglatamiz. O yer yutqurlarning zulmidan qutuladigan ish bo'lsa, baratma jengi barg'ay. Men bu yolg'iz o'g'limni o'ltaga tutdim. Bağla qurup ketsin. Sizga zongning keragi yo'q. Qaygo modi yamanlikdan o'zingga hamroh bo'lg'ay. Sensa qo'lingni qanga paldirmoqchi kelsan-da? Aytinglar-ku. Endi qanday qilaman? Bularning qala harvasida to'shqon tutilganligini unutib qopti u go'vat. Tömer akamning qabrisiga qarab baqib o'tgan. U qabridan hilmi? Daryo. Hasrat, nadomat yoshlari ikki turibdi. Yığıdan qechib, yıqilib o'lguncha maydonda erishib o'lgan yaxshi. Ben bir tomchi qiynib qolg'ich so'qishiman. Dushmanga el bo'ladigan xo'jin yo'q. Sixi onasining qornidan yerga tushmadi. Juruishi, ya'ni Judotay, barliq harbiy ma'muriy huquq va manqulatlar qatorida Abdurahim Dorg'inimi o'z ixtiyoriga o'tkazib oldi. Hatto Liu Sejangning yerliklardan yo'lvos bilan Abdurahim Dorg'idek sodiq va yaramli kishilarni o'z yiniga torta olganligiga opirin o'qidi. Umu koni izdan mengib, ha degandala chiroyli iboralar bilan yozilgan e'lonlarni ko'chalarga choplatqizdi va nurg'un sovg'a salomlar bilan yana toqqa elchi chiqardi. Abdurahim Dorg'ini bo'lsa, elchilar qatoriga qo'shmay, tog' xalqi orasida xolis kishi sifatida ish ko'rishga avatdi. Biroq begizni qopti saqlig'ili bo'lmaganidek, Abdurahim Dorg'ining Qosim polvon fojiasidagi jinoyati tezda oshkoralanib qoldi. U qaysi yurtga bormoqchi bo'lsa, uning haqida chiqqan qo'shiqlar o'zidan burunroq u yerga berib bo'ladi. Abdurahim Dorg'a ilishangu, soqol burti kilishangu, 5000 sar kumush basa, cherik sayon englishangu. 5000 sar kumushni yeb, nafsin qondimu Dorg'a, shahid qonini to'kib, munguz chiqdimi Dorg'a. Abdurahim Dorg'a pitnixo'r, hamma ishni bulg'aydi. Çereklerge til berib, asli hergiz tinmaydı. Uzun yıllardan buyan, gah esilzada boyuvacca, gah hürmetge sazavar yurt möteveri süretiga kirib olib, davron sürüp kelgan Abdurahim Dorg'inin atti bashirisi, endi üzül kesil oshkoralandi. Yuqoridagi qo'shiqda aytilgandek, soqol burti kelishgan, o'zi xush muomala va ilishangi bu odam endi yerginchlik bir maxluqqa aylanib qolgan edi. Hech kim uning bilan salomlashmaydi. Uning uyiga bormaydi, uni chillamaydi. Qisqasi, xalq uningdan xuddi mahol kesiliga giribdor bo'lgan kishidan qochgandek qochadigan bo'lib qoldi. Uzun o'tmay uning o'zimi aqlidan ezib, qo'l bilaklarining go'shini uzib yeydigan, soqol burtini yulib chaynaydigan holga tushib qoldi. Talağı çıksa, qotur ishtek bulun puşqaqladı özünü tamgı sürkep, elning ko'ziga ko'rinmaslikka tirishib mağatdi. Bir kuni, ishik oldida sayidab o'ltirgan ikki mo'ysipit uni shu holda ko'rib, yaqinlarini tutishdi. Hey, to'g'ri degilik. Har kim qilsa o'ziga qiladi. Buning hammasi Xudoning uningga ko'z tilayotgan g'azibi. Rost aytdilar. Elning nazardan tushgandan yomonroq ish yo'qdir. Xudoy taolo hech bir bandasini bu holga qo'ymag'ay.
Onun tirik yurganidan burunroq o'lib ketgani yaxshi. Necha vaqtdan beri Abdurahim Durg'uni sodiq kishi deb xizmatga selib kelgan Ju To'taymu uni allaqachon esidan chiqarib tashlagan edi. Bu kunlarda Ju To'tayning beshida tugman cho'rkilayotdi. Chunki taqqa chiqargan elchilar qo'rqyandi. Qo'zg'olonchilarning qisqa hujumlari ko'payib qoldi. Gansu tarafdan Ma Chongying qo'mulga yiqilib kelmoqda edi. 11-bab. Bola sarkarda. Balını balı deme, shirning balısımı bala. Arab xalq maqoli. Gansu o'lkasining sharqi tarafidagi tuzlanliklarning biriga joylashgan Xeju degan qadimiy shahar, savdo tijorat va qo'l hunarmandchilik xeli gullanganligi hamda masjid xonaqolarining ko'pligi bilan mashhur bo'lib, uni Xuyzular kichik Makka deb atashadi. Kuz kunlarining birida shu shaharning janubiy darvozasiga yaqin yerdagi qor yog'ishliqda bir to'p bola o'ynayotdi. Yengili ustira tekkan beshiga qori taqiya, uchisiga asarlik ko'kshim pashmat, putiga qora lotxay kiyib olgan 14 yoshlar chamisidagi qari ko'z, qari qosh, oq yuzlik bola o'zining sho'x va kapsizligi bilan boshqa bolalardan ayrilib turibdi. U bo'yniga esib olgan kitob bo'g'tisidan yong'oqdek toshlarni bir-biridan chiqarib, qor yog'och shoxlarida o'ltirgan qog'u qushqashlarni shundoq ustunlik bilan chanlab otadiki, har bir tal tosh bir uchar qushning jiniga zomin bo'ladi. Har qaytam bir qog'a yoki qushqach put qilib yerga tushsa, bolalar cho'vak kelib kiyikdek sekrishib ketadi. Hey, ağız Şiğizxan'ı kördün mü? Noki bolsan, şununla tekkizip bak. Dedi onundan çoğurak kelgen semizrek bir bala özüge uzunrak kelip kalgan çapınının peşlerini işteninin içine tıkıp etti. Tekkizip olsam nimi bersen? Sana belgidek, nimen ba minen? Emsi töt oyoqlıq bop, meni yetti qulaş yergisi kötürüp barısa. Tekkizemey kazançı. Tekkizelmisem, sen mi meni şundak at kılıp menisen? Balalar endi oyun qısıydıgan boldi degan oy bilan çoğuk çelişip quşqaşdek çuruluşup ketdi. Balalarning ko'pchiligi yiliqi katsiz balani cho'qim tekkizolmay qoldi deb uning tomosasini ko'rmoqchi bo'ladi. Chunki Siyg'izxonning bek saga qush ekanligi ularga ma'lum edi. O'yin boshlandi. Yiliqi kapsiz bala Iroqdan oylinib, Siyg'izxon qo'ngan qor yog'ochning orqa tarafiga o'tdi-da, uni challab turib, ajoyib chaqqonlik bilan tosh otdi. Tosh Siyg'izxonning quyrug'iga tegib qoldi. Oy, tekkizdi! Tekkizgen bilen Şiğizxan ölmedi de. Özü ölmüse iş qilib tekkizdi mi, şu hesap. Qandoq, to'g'ri aytdim mi? To'g'ri aytdi. Yiliqi semiz bala ilojsiz to'rt oyoqliq bo'ldi. Dal shu chaqda bir kishining dod daryoda og'inib qoldi. Oq jiyaklik qora qosqan shepga, qora shim pashmat kiygan miltiqliq ikki soqchi yalang oyoq bir qeri dehqonni qo'ldan bog'lab shahar darvozasi tarafga so'rab mangmoqda edi. Ularning keynida qora shilapi kiygan ko'zoynakli bir kishi oq qechir ustida qodiyib o'ltirdi. Dehqon voydatlab oralanmag'atdi. Balalar o'yinlarini tashlab yo'l yoqasiga yugurishdi. Yiliqi kapsiz bala birdam qarab turdi-da, hamrohlarini atrofiga yig'ib, ularga bir nimalarni dedi. Balalar ma'qul bo'lganligini bildirishdi va uning keynidan mengishdi. Yiliqi kapsiz bala saqchilarga yaqinroq kelib, orqa-orqadan uch tosh etivdi. Saqchilar miltiqlarini tashlab, beshini tutgan peti olli to'vi deyishib yerga o'ltirib qoldi. Har ikkisining barmoqlari orasidan qon eqib turadi. Qaychir mingan yiliqi ko'zoynakli kishi bo'lsa, ko'zini tutgan peti egarning beshiga engishib qolgan edi. Balalar yugurishib kelib, dehqonning qo'lini bo'shtib qochiribdi va saqchilarning miltiqlarini elib, shahar darvozasi tarafga qarab yugurishdi. Shu atrofdagi choyxonalarda o'ltirishgan va yo'ldan o'tib ketayotgan kishilar bu bo'layotgan voqeani ko'rib, o'zining ko'ziga ishonmagandek hong-tong qilishdi. Saqchilar o'zini o'ngshab bo'lguncha bolalarning qarsimi ko'rinmay qoldi.
Yeliqi kepsiz bala shu shahardagi 11-chi otliq divizionning komandiri Mabaoning o'g'li Ma Chongying edi. Mabaoning buvisi o'z davrida Zozongtangga ko'rsatgan xizmatlari badaliga Manju xalq qo'shinining tarkibidagi Xuizu qismlarining qo'mondoni bo'lgan. Shuningdan e'tiboran uning avlodlari bo'g'indan bo'g'inga harbiy qo'shin tutib, feodal hukmronlik mavqesida yurt so'raydigan imtiyozga ega bo'lib qolgan edi. Ularning degini degan, qilg'ini qilgan bo'lib, hech kim ularning huquqiga daxl taruz qilmaydi. Shuning uchun boyiqi voqeaning javobgarligini surishtiradigan odam chiqmadi. Aksicha, soqchi idorasining boshlig'i Mabaoning oldiga kelib, Bugun Begzodam bir oz sho'xlik qilib qo'yibdi. Ruxsat qilsa, qurollarni akassam. dedi va ikki tal miltiqni saq salomat topshirib olganiga xushal bo'lib, rahmat ta'zim bilan chiqib ketdi. O'g'lining mijoz xulqi va yurish turishiga xelidan beri diqqat qilib kelayotgan Mabao bugungi voqeadan keyin Qiyosim to'g'ri chiqyotdi. Bu balam meningkidanmi yuqori martabaga, bo'g'ziga o'xshash shon-shuhratga ega bo'lg'udak. deb o'ylab, uni Qinxaydagi yuqori tabiiy farzandlari o'qiydigan harbiy maktabga berdi. Ma Chongying bu maktabni bitirib chiqqanda, dadasi o'rin tutib yetib qolgan edi. U o'g'lining qo'lini tutib turib, Bugundan boshlab mening o'rnimga yingjang bo'lasan. Seni texmi cho'ng martaba va shon-shuhrat kutib turadi. Bu chaqda Ma Chongying amdala 17 yoshga kirgan edi. Shuningdan boshlab bu yosh ofitser butun bir otliq yig'ning komandiri bo'lib qoldi. Bu chaqlarda g'arbiy shimoldagi Gansu, Qinxay, Ningxia o'lkalari, bo'libmi Gansu o'lkasi Songyushang bilan yerlik militaristlarining zimin va huquq talashadigan urush maydoniga aylangan edi. Bu urushlar aslidan yo'qsizlik va qaloqlik tufayli jafo mushaqqat girdobida jon talashayotgan xalqni texmi ig'ir kunlarga duchor qilmoqda. Shuning uchun xalqning zulm va xonavayronchilikdan qutulish orzusi kun sayin ulg'aymoqda edi. Ma Chongying ana shunday sharoitda Amaldorlarni o'ltirib, boylarni bulaymiz degan shiorni o'tirg'a qo'yib, bir qism sabdoshlari bilan ish boshladi. Uningga agash kuchilar ko'paydi. U bora-bora kuchlanib, bir qancha viloyat nohiylarga hukmron bo'lib qoldi. Men shunday cho'ng ishlarni qilamanki, mening qahramonlik nomim manguga o'chmas bo'lib qoladi. Mening bilan birga bo'lganlarning bu nom shuhrati hamma yerga yeyiladi. Darvaqa u o'zining hech nimadan qo'rqmaydigan talvalarcha qaramliqi, shuning bilan birga kishini hayron qoldiradigan darajadagi serak va chevarlik bilan donqini chiqarib, qisqagina bir necha yil ichida Gansu, Qinxay, Ningxia o'lkalarida Gasiling, ya'ni kichik sarkarda yoki qo'mondon degan nom bilan hammaga to'nilishga boshladi. Uning haqida Gasiling o'zi kichik, gap anglamaydi bu sha kichik degan qo'shiqlarni chiqib ketdi. U o'ziga yuzlangan omad va shon-shuhrat bilan bora-bora yerlik militaristlarga, hatto o'zining yaqin tuqqani Ma Bufang degan cho'ng militaristga ajal soyisidek tuyuladigan bo'lib qoldi. Do'g'liq kelgan yo'g'on qo'rsoq, go'sh yuzlik Ma Bufang oram qo'lga chiqadigan soqolini qattiq siqimdab turib, bu haramzadani ko'zdan yo'qotmasam, menga kunga o'xshaydi. dedi-da, Ma Chongyingning ustiga 3 tarafdan askar tortib mangdi. Qattiq janglar bo'lib, har ikki taraf jiq chiqim tortdi. Siriq daryo vodisi qonga bo'yaldi. Oxiri natijada baxt omad Ma Chongyingdan yuz o'radi. Bir necha yildan beri bir qancha o'lkaga patmagan bu qahramon o'limdan eshib qolgan ozg'ina askari bilan Sadichinning sirtidagi Anshi degan kichik bir nohiyaga qopsilib qoldi. Anshi bir qoqas nohiya bo'lib, g'arb va shimoldan urib turadigan bo'ron shahar sepilni qop beligicha qumga ko'mib edi. Ba'zi joylardagi qum do'billari sepil kungurisigacha yetib chiqqan edi.
chaqmoq tezligida kelayotgan baxt omad va iqbol shavkitidan biroqla ayrilib yetim boladek bo'ynini qisib qolgan bu 21 yoshli qahramon har kuni degudek shu sepilda to'rt atrofiga qarab xiyol surib o'tiradi. To'liroq chaqlarda ikki qo'li bilan sepil kungurisiga tayangan holda g'arb tarafga qarab soatlarni ig'ir sukut ichida o'tkazib o'tadi. Mundaq chaqlarda u xuddi o'jining o'qidan qutulgan bo'lsa-mu, cho'l bayovonda ochliqdan uchay bag'ri uzilgidek holga kelib, biror jondarni timsiqlab o'tirgan och bo'riga o'xshib ketadi. Shundaq kunlarning birida uni qo'zg'olonchilar nomidan qumulga taklif qilish uchun Shoqurmal boshchiligidagi vakillar o'magi Anshiga yetib keldi. Majumying vakillarni o'zining yotiqida qabul qilib, Shoqurmalning gapini anglagach, uni quchoqlab, "Qani, birodar, yo'l boshlang. Hozirlamangayli." degisi keldi-yu, ammo o'zini tutib olib, "Innamal mu'minuna iqvatun" degan oyatni quyuzuchi talaffuz bilan o'qib bo'lgandan keyin uning to'ngchisiga mundaq deydi. Ya'ni bütün mümin musulmonlar bir qarindoshdir. Xinjiang musulmonlariga yordam berish mening farzim. Ammo qumulga qachon, qandoq chiqish to'g'risida bir oz o'ylanib olmasam bo'lmaydi. Vakillar 1-2 kun aram olg'ay. Vakillar chiqib ketgandan keyin u inisi Majungjiga qaradi. U mo aksiga o'xshash qari ko'z, qari qosh, oq yuzlik, silva yigit edi. Faqat bo'yining sal egizligi bilan aksidan farqlanadi. U kesakdan qo'pirilgan qonning 4/1 qismini degudek egilib turgan kumush tangilar bilan ustaldagi har bir tili 10 sarga barobar keladigan 10 tal ziqcha oltinga qarab, ho'shini yo'qotgan kishidek hongviqib turganda, Majumying birdilla uning bo'yniga esilib, un silib yig'lavdi. Majumjimo mishildab yig'lashga boshladi. "Ukam, mening ko'zimdan hech qachon yosh chiqib boqmagan edi. Yig'lig'inimni sen ko'rganmiding ya?" Yo'q. Men yig'lashni bilmaydim. Bugun yig'lig'im kelyapti. Xudo bizni unutmabdi. Mening baxtimni sharqdan aytmagan bilan g'arbdan aytgan o'xshaydi. Yulduzimni Gansu Qinghai osmonida emas, Xinjiang osmonida yaratgan o'xshaydi. Boyqa gaplarni anglading-ku. Mushundaq chog'da qumulda to'polon boshlanganligi bizning baxtimiz. Bu gaplarga qaraganda u yerdagi puhrolar jinidan to'yibdi. Bizga cho'qim agishidi. Xinjiang to'g'riliq burunmi ko'p narsalarni anglagan edi. U ya'ni xuddi jannatga o'xshaydigan yerda edi. Anqoning tuxumidan boshqa hamma narsa tepilamish. Shundaq, otlarimi qaltisgan. Vakillar akelgan 12 jup otni ko'rib, hayron qoldim. Odamlarning sodiligini qarmamdigan texi. Ola bizning bu qaqas shaharga qopsilib qolganligimizni bilib turib, bizdan madad tilab ketdi. Buni kutilmagan omad deyish kerak. Xinjiangda birer yil turib, qanot quyruqimizni ruslavasak, qaytadan bosh ko'tarib kelib, yo'g'on qo'rsoq mabufondin cho'qim qisos olamiz. Bugun oqshom ofitserlarni yig'ib, ahvolni uqtirayli. Qandoq deysan? Majungji aksining fikriga darhol qo'shildi va qumulga tezroq mengishni taklif qildi. Majungying shu oqshomala 105 dan yuqori ofitserlarni yig'di. Otisining eri Mahusan bilan Oxun Tuanjang deb atiladigan o'ttir yoshlik mullam sifat kishini hisobga olmaganda qolganlarning hammasi o'zidek yosh yigitlar edi. Qatar yiqilgan mum shamlarning yo'riqi yilqi oltin kumushlarda aks etib, uyning ichini alohida yo'rtib turadi. So'rindikilarning jiddiy tusga kirgan yuzlari qizirib, ko'zlari xuddi tun qorong'usida top istab chiqqan chil bo'rilarnikidek parqirab turadi. Majungying ustalning bosh tarafida o'ri turib, qo'llarini shiltib so'zlashga boshladi. Uning so'zi boya inisi Majungchiga aytgan mazmunda edi. So'rindikilarning chiroyida bu yosh sarkardiga nisbatan shundoq bir hissiyat ifodalanib turadiki, agar u mushu qorong'u kechada ularni sharqirab yiqayotgan bir daryo bo'yiga boshlab berib, birdilla olg'a deb komanda beradigan bo'lsa, hammasi hech nimaga qaramay suvga tangla sakraydigandek ko'rinadi. U so'zining oxirida mundaq dedi:
Mening anglashimcha, Şinjan Jungo zeminining oltidan bir qismiga to'g'ri keladigan ajoyib cho'ng va boy bir zemin emish. Tinch sharoitda Şinjanga amaldor bo'lib chiqqanlar quruq qo'l berib, harvida oltin ko'mish yuklab keladi ekan. Biz bo'lsak, cho'ng yig'iliqqa ulgurib boramiz. Yig'ida yog'i oqidi degan gap bor. Uning ustiga hammanglar qahramonlik nom chiqarishni xohlaysizlar. Shundoq emasmi? Mana endi qahramon jasorat ko'rsatadigan maydonning naq o'ziga boramiz. Men sizlarni oldin tabriklayman. Uyning ichini qizg'in olqish sadolari qoplab ketdi. Ma Jungying xuddi jangda komanda berayotgandek kumush tangalarni mushu so'rindigilardan boshlab daraja bo'yicha askar va ofitserlarga taqsim qilib berishni, oddiy askarlarning har biriga oz bo'lganda 5 sardan berilishini Oxun Tuanjangga topshirdi. Mavi 10 oltinmi Oxun Tuanjangda turdi. Tangi yetishmasa, bunimi kumushga tegishib ishlatam. Ma Jungji aksining ko'ziga yalt qilib qaradi. Ma Jungying uning ko'nglini darhol tushunib, biz ikkimizga hech narsa kerak emas. Qo'mondan uchun askarning sadoqat va fidokorligidan ortiq boylik yo'q. Ma Jungying shtabining moliya ishlarini boshqaradigan Oxun Tuanjang nipis va shalong saqilni salab turib, shtab xazinasida hech nima qolmaganligini aytdi. Ma Jungying kulib turib mundaq dedi: G'am qilmang Oxun Tuanjang. Biz bitmas tugumas xazina boyab ketyapmiz dedim-ku. Ati o'gin oltin ko'mishni yuklashga ot uloq yetishmay qolarmikin deb o'ylayman. Dal shu chaqda bir yosh muhofizachi kirib, Qumul tarafdan yana vakil kelganligini ma'lum qildi. Ma Jungying ularning inisi Ma Jungji va bosh mushavir Yangsan Mujang bilan boshqa uyda qabul qildi. Vakillarning biri soqolliq kelgan Yang Oxun, yana biri go'sh yuzlik Qosim Pugan degan odam edi. Qosim Pugan yo'lvosning xos mahramlaridan bo'lib, Hanzu tilini xeyli o'pdan biladi. Ular o'zlarining Qumuldagi Xuizu mo'tavarlari bilan yo'lvos nomidan kelganligini aytdi va 20 tal siqcha oltinni Ma Jungyingning oldiga qo'ydi. Qosim Pugan qo'ynidan bir seriq lipop chiqarib, Yo'lvos begimning o'zlariga yozgan xati. Ma Jungying yung qalamda chiroyli qilib yozilgan bir necha varaqliq Hanzucha xatni o'qib bo'lib, uni hamrohlariga berdi va vakillarga bir necha ig'iz chiroyli gaplarni qilib, oxirida 2-3 kun ichida yo'lga chiqadiganligini aytdi. Vakillar chiqib ketgandan keyin Ma Jungying bosh mushavir bilan inisiga qarab, "Qandaq, mening gapim to'g'rimikan? Biz texi yo'lga chiqmay turibla, Şinjan singning oltinlari xazinamizga eqib kelishga boshladi" deb qaqoqlab kuldi va o'zini kulgidan to'xtatgandan keyin mundaq dedi: "Bu xatni avatgan Yo'lvos bag degan kishi bizga g'oyibona sadoqat bildirgan qaltis odam ko'rinadi. Uning ziqchi oltinlariga qaraganda xatni yozgan ma'lumotlari texmi qimmatlik." Aka, qachon yo'lga chiqamiz? Menchi bo'lganda safarni kechiktirmasakmikan? Mundaq bo'lsin. deb o'ylaganlarini bayon qilishga boshladi Ma Jungying buyruq ohangida qo'llarini orqasiga qilib. Uning o'rinlashtirishi bo'yicha bir otliq bay Qumulga qarab yo'lga chiqdi. Ularni Shaqurmalning odami bilan Qosim Pugan boshlab maqdi. Ulardan 2 kun keyin Ma Jungying oqsoq cho'loq bo'lib 400 dak odami bilan yo'lga chiqdi. Ularning to'lisi piyoda bo'lib, miltiq tutganlari 100 dan oshmaydi. Qolganlari qilich nayzi bilan qurollangan edi. Shaqurmallar sovg'atga akelgan 24 bargul eti bilan o'zidagi bir qism otlarga minib, mavzir bilan qurollangan 40 kishilik muhofazachi qism bu qo'shinning asosiy gavdasi hisoblanadi. Ularning hammasi bo'ylari qirqib qo'ygandek bir xildagi yosh yigitlar bo'lib, Ma Jungying bilan Ma Jungji shularning orasida edi. Biroq kiyim-kechak va ot-qo'ral o'xshash bo'lg'achqa, qaysisining Ma Jungying ekanligini hech kim tonib ololmaydi. Anshidan Qumulgacha qaqas dasht bayovonda xeyli kunlar yo'l yurishga to'g'ri keldi. Yangi kalendar hisobida mayning oxiri bo'lsa-mu, havo nihoyat isib ketgan edi. O'tdek kuydirib turgan quyosh nuri ostida qoral yaroq va bir qo'r yo'l lozimatliklarini ko'tirib menish piyoda mongo'chilar uchun go'r azobidan ig'irroq bilinadi.
Shuningga qaramay, Ma Jungying ko'pincha piyoda askarlari bilan bir qatorda yoyoq mang'atdi. Otliq mangan chaqlarida Shoq O'rmon bilan Yang Ahunning o'ttirsiga kirib olib, ulardan Xinjiang to'g'risida turli tuman savollarni so'rab mang'atdi. Qumulning umumiy ahvoli, geografiyasi, hukumat cheriklarining so'qishish iqtidori. Bo'libmi, Qumul dehqonlar qo'zg'olonining sabablaridan tortib, qo'zg'olon rahbarlarining yosh qurami, shaxsiy turmushi, hatto ularning xuluq mijozlarigacha hammasiga qiziqdi. Bir kuni bepoyon cho'llikda xuddi mo'jizadek o'sib qolgan 3 tup sugat tuvadagi kichkina buloq yenida qo'nishga to'g'ri keldi. Buloqdan eqib chiqayotgan suv faqat odamning belgichilikla bo'lib, u bir etischi keladigan sozliqqa singib ketdi. Ussuzlikdan lavlari qurib, gap qilishga majoli qolmagan kishilar suvni ko'rish bilan o'zlarini uningga etishga tayyorlanib turganda, Ma Jungying bir buyruq bilan hammani to'xtatdi, o'zi buloq beshiga berib zo'ngzib o'tirdi va bir boshdan har bir kishiga bir cho'chakdan suv taqsim qilishga boshladi. 400 kishining hammasi ig'izlarini ho'llab bo'lgandan keyin ot uloqlarga 4 cho'chakdan suv bo'lib berdi. Buninggacha buloqning suvi tugab, uning o'zigimi suv qolmadi. U qo'li bilan buloqni ozroq qo'lab tumshuqini ho'llab oldi va Sabr qilsaq, tong'otqicha yana suv yig'ilib qoladi, deb kuldi. Hey, bu bosh tungan emaskan. Dedi Shoq O'rmon o'zining yenida o'ltirgan Ro'zaxonga. Uning yop-yosh turibla bir necha ming askarga bosh bo'lib, Gosiling deb atoq chiqarganiga hayron qolmasak bo'g'idak. Bu tungan eliga Qumulkan, ato'gin butkul Xinjiang singnimi? Hey, Xudoning o'ziga omonat. Yana bir kuni Ma Jungying Shoq O'rmon bilan yondashib ketib o'tib tuyuqsizdilar. Xo'janiyaz hoji o'qiganmi? Az o'qigan, ammo ko'p yurt ko'rgan. Qaysi yurtlarni ko'ribdi ekan? Bu yiqi Xinjiangning hamma yerini, u yiqi O'rus yeri bilan Makka Madinani ko'ribdi ekan. O'rus yerda nima ish qildi ekan? Askar bo'ldi ekan. Askar? Ha, askar bo'ldi ekan. Ma Jungying gap so'z qilmay, go'yo kimdir birini izlayotgandek, Tangri tog'larining quyosh nurida qizirib ko'ringan qorliq cho'qqillarga qarashga boshladi. Qisqa yoli bilan quyruqi qaramtul kelgan kurang bor ko'l eti shig'il aralash qumliq yo'lda cho'nqur izlarni qoldirib, tizgin seyrib ketayotdi. 12-bob. G'azab. Ko'za kundi sunmaydi, kunida sunadi. Uyg'ur xalq maqoli. Bu kunlarda Xo'janiyaz hoji cho'ng yo'ldagi sim tanaplarni buzib, Urumchi bilan Qumulning telegraf aloqasini o'zib tashlagan. Yo'l ustidagi harbiy kazarmalarga partizan shaklida tuyuqsiz hujum boshlagan edi. Bir kechasi hojining yigitlaridan Mirul Margan o'zining 3 hamrohi bilan yo'l chorlab yurganda, Urumchi tarafdan oldirash kelayotgan 7 otliq cherikni ko'rib qoldi. Cheriklar yo'l bo'yidagi kichkina buloq tubida otlardan tushib, amdili birar yutumdan suv ichib o'tirganda, Mirul Marganlar xuddi tun qorong'usida yer beg'irlab kelgan yilpizga o'xshash birli hujum bilan 3ni o'ltirib, 4ni qo'lga tushirib oldi. Bularning ikkisi Uyg'ur edi. Ular bir qo'shiq qinini tilab yolvorishga boshladi. Mirul Margan ularning nima uchun bunday oz odam bilan oldirish ketayotganligini esa tirik qoladiganligini, bo'lmasa mushi yerning o'zida chip tashlanadiganligini aytdi. Cheriklar Jinshurinning Judotaga yozgan muhim xatini yetkazib berishga ketayotganligini aytib, yana yolvorishga boshladi. U xat qini? Ular qonga melinib yotgan bir cherikning yenidagi teri sumkini ko'rsatdi. Mirul Margan sumkini og'tirib, og'zi pechaklangan qilin bir sirq lipopni tepib oldi. Yana nima ishlarni bilasizlar? So'radi Mirul Margan. Ular o'sha cherikning boshliq ekanligini, o'zlarining shuni qo'g'dab ketayotganligidan boshqa hech qanday ishni bilmaydiganligini aytdi. Gapinglar rasmo. Azbiroyi Xudo ras xo'jam. Gapimiz yolg'on bo'lsa, bizni non unsin, qon qusib o'laylik. Bo'pti. Qasminglarga ishinay. Nadin kelgan bo'lsanglar, shu yerga ketinglar. Sizlar bilan hapilishishga burchimiz yo'q.
Yo'qsa hocam, bizni ketdimizlar. Endi qumulga borsaqmi, Urumchiga qaysaqmi bizga yaxshilik yo'q. Men Alvanning dastidan yurtimda turolmay, Urumchiga qechib chiqib, askarlikka tutilib qolgan. Yurtimga yanay desam, turdi shangyoda qo'rqaman hocam. Voy, to'liq hocam davermigina. Hocalarni ko'rsam, mening beshim og'riydi. Iting nima? O'zing nabiksan? Xo'sh begim, itim mollaq. O'zim Aqsudan begim. Ohoy, hocam dema desam, begim deysan-ku endi. Qo'yam undaq gaplaringni. Ey adash, ketmasanglar qanday qilmoqsizlar? Biz jabr zulm chekkan xalqning bolalari o'z xalqimizga dushman bo'lishni xohlamaymiz. Biz ikkimiz qumulga borgandan keyin taqqa qechib berib, sizlarga qo'shilmoqchidik. O'zing naliksan? Nima qilib, cherik bo'lib qolding? Aslim G'o'ljidan 2 yil burun Manasqa harva haydab kelib, cherikka tutilib qoldim. Heytam. Bo'pti. Bizga qo'shilishni xohlasanglar, Hoji akamning qishiga opiray. Dedi Mirul Margan. Ondan qolgan 2 cherikka qarab, "Sizlarchi, nega ketsizlar?" dedi. Ular o'zlarining go'chungliq dehqon bolalari ekanligini, 3 yil burun cheriklikka tutilganligini, uyida qiyri ota-onasi borligini aytib, o'z yurtiga qaytish orzusi borligini bildirdi. Mirul Margan bir oz o'ylanib olib, ularning ketishiga rozi bo'ldi va minib ketishga birdan ot berdi. Ular 7 ta'zim qilib yo'lga chiqadigan chaqda Mirul Margan mundaq dedi: "Beshinglardagi ovi cherik qaltiqini tashlab o'tinglar. Chopininglarni ta'tir o'rib kiyinglar. Bo'lmasa, o'zinglarga ish topsizlar." Ular ketgandan keyin Mirul Marganlar g'animat elingan qurollarni otlarga ortib, Mo'lloq bilan Heytamni Hojining qishiga boshlab keldi. Hoji To'g'uchiga qarashliq Jigda degan yesida edi. U Mirul Marganlardan ahvolni uqib, To'g'uchidan darhol Imin Tungchi degan kishini toptirib keldi. Imin Tungchi xatni og'zaki tarjima qilishga boshladi va duduqlab o'qib, oxiri maqsadni uqtirdi. Jinshurun xatning beshidila bu xatni o'z qalami bilan yozayotganligini alohida eskartgan edi. Shuning o'zi bu xatning naqadar muhimligini ko'rsatib turadi. Xatning 2 bo'ligida Majumyingni qumulga kirgizmaslikning chorasini urush bilan qilishga bo'lmasa, qurol yaroq, ot egar, oltin kumush bilan og'zini tuvoqlab, uni qaytib ketishga da'vat qilish. Uningmi unimisa barliq chora tadbirlarni qo'llanib, Majumying bilan qo'zg'olonchilarning orasiga so'qchilik setish. Majumying bilan qo'zg'olonchilarning boshliqlariga davomli elchi chiqarib, ularni setib olish. Setib olishga bo'lmasa, ishni orqaga so'zib, Urumchi tarafdan keng ko'lamli hujum boshlash oldidan vaqtni qo'lga keltirish deganga o'xshash gaplar yozilgan edi. Vaqtni qo'lga keltirish degan so'zlar alohida cho'ng qilib yozilgan. Xatning 3 bo'ligida mundaq deyilgan: Germaniyadan setib olgan qorallarimizning oldiga yetib keldi. Men bu qorallar bilan qudratli bir qo'shin jobdib avatiman. Bu qo'shinning tarkibida 1-jahon urushiga qatnashgan oq uruslarmi bor. Rossiyadan setib olgan temir brovniklarni mushu qo'shinga beraman. Bu qo'shin borgandan keyin isyonchi o'g'rilarga qat'iy rahim shafqat qilinmasin. Qoral tutqanlarning hammasi qirib tashlansin. Ochliq, yem-xashak, kiyim-kechak, dori-darmak yetkazib berish orqali isyonchilarga his-tashlik qilganlarga zod rahim qilinmasin. Agar bu ishlarda yumshoq qo'llik qiladigan bo'lsangiz, shu qo'lingizni o'z qo'lim bilan chepib tashlayman. U chaqda mendan og'rinmang. Xatning oxiriga Xinjiang o'lkalik hukumatning raisi va bosh qo'mondon Jinshurun deb imzo qo'yilib, uning shaxsiy tomg'isi besilgan. Junhua Mingoning 20-yili 6-oyning 30-kuni degan chisalar ustiga Xinjiang o'lkalik hukumatining 4 burchaklik yo'g'on tomg'isi besilgan. Xat o'qilib bo'lish bilan tangla Hoji o'rnidan chachrab qo'pib, "Haylo mode, yomon niyating o'zingga hamroh bo'lg'ay. Sensa qumulni qonga paturmoqchi ekansan-da?" dedi va Imin Tungchiga bu xatni yozma tarjima qilib chiqishga buyurdi. Ondan Mirul Marganga qarab, "Mang, el jamoatga xabar qil. Meni qishqotyotdi" degan. Imin Tungchi xatni tarjima qilib bo'lguncha atrof yezilardan 200 dak odam yig'ildi. Ularning orasida mo'maylar bilan yosh juvonlarmi, hatto ushshaq bolalarmi bor edi. Hojining yigitlari qo'shilib 300 dak odam nimish bo'ldi ekan deb qarashib turadi.
Hacı, tereklik hoyluning darvozasi oldidagi to'mir beshig'i chiqib, qapoqlari turiblik holda bo'm ovozi bilan so'z boshladi. Qarindoshlar, nima ish bo'ldiki da'vatamsizlar? Men sizlarga Urumchidagi Janjulning judoda yozgan xatini o'qib beraman. Bu lomodining niyatini bilib qilinglar. Bu lomodi jabr zulmga chidamay ko'tarilgan xalqning hammasini qirib tashlagudak. Mana, anglab turinglar. Bu xatni Imin Tungchi biznikiga o'rib chiqdi. Hacı xatni o'qishga boshladi. O'qigan sari uning ovozi ko'tarilib, soqollari titrab ketdi. Xalq to'pi jinoza namozi o'qilayotgandek jim turadi. Hatto ushoq bolalarmi medr-sidir qilmaydi. Hacı xatni o'qib bo'lib, Anladinglarmi qarindoshlar? Bu lomodilarning gapini. Aytinglarchi, endi qanday qilamiz? deyish bilan xalq to'pi dengizdek to'lqinlandi. G'azab ovozlari bo'rondek gurkirashga boshladi. Asisiga tayangan bir oqsoqol buvay to'pning oldiga o'tib so'z boshladi. Qumulluqdan yurgi yara, bag'ri pari bo'lmagan kim qoldi? Biz bu hukumatga nima qilibdimiz? Ömrimiz olg'on yasoq dastidan ishning kunidek o'tib olsa, bumi yetmagandek, endi bizni qirib tashlag'idakmi? Xalq degan loydin yasab qo'yilgan qo'nchoq emas. Bir boshdan to'qmoqlaversa, hukm talqon bo'lib ketadigan. Rahmatli To'mir akamning gaqda, Kendarin degan cho'qur, oqchiqsida bir necha harvig'i jadu besib chiqqan. Bizni bedi to'g'rigandek to'g'rab tashlag'ili. Shu chaqda To'mir akam, biz beda emas, bizning so'nkimiz xeli qattiq. Opamiz bizni o'g'il deb tuqqan degan edi. Og'illa, tuqqanlar. O'tning teshini ko'ygicha, ishchini ko'y degan gap bor. Mening ikki o'g'lim hozir hojimning polganlari orasida turibdi. Bizning uyda 7 jon odam bor. O'g'limlar hukumatga qarshi qo'ral ko'tiribdi deb hammamizni qirib tashlamoqchi bo'lsa, ko'rik to'qidak jim yot quluqmi? Rost aytdilar. Bu gap jiza hammamiz omon qolmoqdakmizmi? Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning Uyg'ongan Zimin nomli tarixiy romanining birinchi qismini bugun mush yergacha anglatdik. Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan,